Hozir Buxoro shahridagi Suis avtosaloniga telefon qilib, Damas so'rab, men ko'rsatadigan so'zlarimni ishlatishingiz kerak. Давай. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Buxoro avtosaloni sumkani va ishdaman. Shu bizga zakonni bir Damascha kerak edi, oppog'idan. Polni tonirovka urib bir. Xo'p, ismingiz Rustam nima akajon? Ismim Qurbon, Galasiyodanman. Qurbon aka. Turist avtomobillari 2 xil rusumda chiqadi. Bizda Damas avtomobillari yo'q akajon. Bu Damasda katta ko'p odam sig'aykonmi? Chumchuqchaday kichkina emasmi? La ты крыса. 7 o'rindiqli crossover variantda bo'ladi. Siz Asmol.com 07 Shoshmang, singilcha. Men boshiga necha pul to'lab o'qisam, o'li bilaman. eng kam 25% boshlanish to'lov bilan 25% bo'lsa, demak, hozir shunday molxonamga kiraman. 3 ta bu qachonmi sotsam 25% ga yetadi. 78 million so'm. 78 million. Ha, Suis S07 olib, qizlarni mindirib, umrim. Ha, siz hozir kulgis kelyapti bilaman. Lekin hozir men oldimga bo'lsangiz agar Abdumajinaday bo'lib qolganda. Qurbon aka, qo'ng'iroq qilganingiz uchun rahmat. Umrim.